Tamam. Endi çıkılıp bir müddet. Çıktı. Sağ olun. Assalamu alaikum. Muhaciratdagi aziz qarindoshlar. Bugun Qutlug' institut tarafidan ilib berilgan leksiyamizni boshlaymiz. Hammamizga ayon bo'lganidek, Qutlug' institutidagi TYPM bölümündeki 50'den ortiq Uyg'ur tadqiqotchi mutaxassislar muhaciratdagi Uyg'ur yoshlar va Uyg'ur o'quvchilarninki fan texnikaga bo'lgan qiziqishi, hem shundaqla ularning o'rlab o'qishga turtki bo'lish ve ilim-fan orqali millatimizniki qaytadan kuchlanishi uchun fan texnika ve Uyg'urlarning kelgusi haqida suhbat programmalarini o'rlashtirishni qaror qilgan edi. Bugun biz institutimizniki tunji programmani Angliyadagi Oxford Universitetidagi fizik fakültesi tadqiqotchisi shundaqla Qutlug' instituti TYPM bölümüninki bilim heyeti Doktor Qurbonjon Barat efendi bilan suhbat elib boramiz. Qurbonjon efendi bilan elib borgan suhbat nanotexnologiyasi va kelgusi taraqqiyoti haqida bo'ldi. Men oldi bilan ko'pchilikka Doktor Qurbonjon Barat efendimni qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Bu oraliqda xush kelibsiz Qurbonjon. Rahmat, xush bulduk. Qurbonjon Barat Ili viloyati Mo'ng'ul Ko'ra noyisi Xunixay yezisida tug'ilgan. 87-yildan 93-yilgacha Kent boshlang'ichda, 93-yildan 99-yilgacha Naylik Uyg'ur o'rta maktabida o'qigan. 99-yili Beijing Pedagogika universitetiga qabul qilinib, 99-yildan 2001-yilgacha Xinjiang Pedagogika universitetida tayyorlikda o'qigan. 2001-yildan 2005-yilgacha Beijing Pedagogika universitetidagi tuvan energiya yadro fizika institutida material fizik kasbida bakalavriatda o'qigan. 2005-yildan 2007-yilgacha Germaniya Ulm shahridagi Ulm universitetida alayida material magistr programmasida nano material yo'nalishida o'qigan. Temir plant qetishma nano zarrachalarininki qurilma parametrlarininki oksidlanishga bo'lgan ta'siri temasidagi magistrlik maqolasi a'lo bo'lib baholangan. O'qishini tamomlab 2008-yildan 2013-yilgacha shu universitetninki mikro va nano material institutida anti magnetlik nikel mangan va iridium mangan nefis qatlamasiga ko'milgan nikel va kobalt nano zarrachalarininki almashish ta'siri temasida doktorlikda o'qigan. Doktorlikni tamomlab a'lo natijalar tutagandan keyin 2014-yili 2-oydan boshlab Angliya York shahridagi York universitetida doktor ashliq tadqiqot xizmatida, 2019-yildan boshlab Oxford universitetida fizik fakültetida tadqiqotchi bo'lib ishlayotdi. Qani doktor Qurbonjon Barat nanotexnologiyasi haqida o'zingizningki bilimini bizning yoshlarimizga, oliy maktab o'quvchilariga sunishga sizni qizg'in taklif qilamiz. Qani marhamat. Rahmat, mushtaq bir fursat yaratib berganingiz uchun. Bugun ma'o texnik sabablar bilan yomon kechikib ketdik. Shu men ishlikdan boshlayveray. Azroq bir narsa tayyorladim, shu bo'yicha so'zlab beray, yani bu temani azroq. Bo'ldi, qani marhamat. Ko'ramizmi? To'xtam. Ko'rindimi? Yo'q, nima ko'rinmadi? Ha, ko'rindi. Ha, ko'rindi. Men buni izohdan aytay. Agar normal bo'lsa qo'yasizlar. Ha, butun ekran qilsangiz bo'ladi. Butun ekran qildim hozir. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, ancha ben bugun nanotexnologiyasidagi endi nanotexnologiyasi hozir keng bir hukum. Bu texnologiya nihoyat keng soni o'sgan hozirgi kunda. Chunki bu kasblar aram giralishib ketdi. Masalan, ximiya, biologiya, fizika, bu hammasi injenerlik, material injenerligi deymiz-ku. Nurg'un sohalarga
chetishlik bo'lib ketdi kunimizda. Endi men bugun mushu nanotexnologiyasiningki kunimizdagi uchuri ilmidagi hozir qoldi va kelgusida qanday ishlar bo'ldi shu to'g'risida ozroq bilganlarimni o'rtoqlashmoqchi. Yani oldi bilan nanotexnologiyasini boshlashda bu nano degan nima buni ozroq bir nima tushuntirish berish kerak. Nano degan endi o'lcham birliklariga nima qilgan narsa bu endi masalan 1 metr deymiz. Biz 1 metrni 1 milliardga bo'lsak, aş 1 milliard bölükning uzunligi 1 nanometr bo'ldi. Bu intayin kichik hukumen. Kichik bo'lgandimi biz inson ko'z bilan qat'iy ko'ranmaydigan ashtaq bir hukumen. Ama eğer rasmga qarasangiz, mana bu yoqda mana tabiatdagi narsalarni bergan. Masalan, tabiatda o'lchamlar qanday? Masalan, chumilning cho'ngligi 5 millimetr. Andan keyin mana elqinim deymiz. Chivinning tuxumi ekanda, fly ash deydi. Uningki aşu 10-20 mikrometrgacha mana odamninki chechining tomligi. Masalan, odamning chechining tomligi endi odamlarga o'xshamaydi. Ba'zilarning tomaroq bo'lsa kerak, ba'zilarning shu tararoq. Endi 60 ta 120 mikrometr. Undan keyin qizilqon hujayralari odam badanidagi qizilqon hujayralarining cho'ngligi 7-8 mikrometr o'lchasida. Mana tuvallab ketyapmiz. Undan keyin masalan DNA'ning cho'ngligi mana nanometr darajasiga kirib ketadi-da bu yerda. Endi bu yoqda bu odamlar shu texnologiyalik taraqqiyot jarayonida odamlar qilayotgan shu texnologiyalik jihatdagi mikrolash yuzlanishi. Masalan, nəhayət kiçik bir mixni elib etsangiz, bu 1-2 millimetr bo'ldi, nəhayət kiçik bir mixlar. Ondan keyin mundaq chaqlan yasaydigan bo'lib ketdik. Shu ilqi deymiz, odamning chechining tomliq darajasida yoki undan inchik darajada mustaq chishliq chaqlan yasaydigan bo'lib ketdik. Ondan keyin mana lenslar bor, X nurni fokus qiladigan. Bu lensninki mustaq alayda bir zone plate deymiz buni. Muşta alayda texnikalar ishlaymiz. Bunun her bir muştaq ikki qo'shni bo'limchisininki oraliqi 35 nanometrga chiqib ketadi. Ankin ba'zi elektron mikroskoplarda biz muştaq atomlarninki yuzlanishlarni, atomlarning yangi sun'iy bir atomlarni biz harakatlantirib qila olamiz-da, endi muştaq o'lcham. Endi bu nanometr shundaq bilganinglardek bu intayin bir kichik o'lcham. Endi odatda 100 nanometrdan tuvan bo'lsa, o'lcham birlikda siz tadqiq qilayotgan narsalar 100 nanometr o'lchamidan tuvan bo'lsa, buni nanotexnologiyasiga tava deymiz. Agar 100 nanometrdan yuqori bo'lsa, buni mikro dunyo deymiz. Endi mikro dunyoning bo'layotgani uzun bo'ldi-da. Masalan, tunji qitim optikalik mikroskoplar, masalan, Gollandiyada Van Hoven degan bir odam ijod qilgan, bir 300 yil oldida. Aşağıda optikalik mikroskoplarni ijod qilib, kishilar mikro dunyoga kiradi. Ya'ni odamlarningki yoki o'simliklarning hujayralarining cho'nligini ko'rdi. Endi bugungi kunimizda taraqqiyot texnik yuqori. Bugungi kunimizda biz atomlarni ko'ra olamiz. Ya'ni shu ob'em deganimdek 1 metrni milliardga bilsak, shuningdek keyingi kichik o'lchamlarni ko'ra oladigan bo'lamiz. Endi buning roli turmushimizga shunday yaqin. Endi biz men eng bizga tanishlik bo'lgan telefonni elib aytay. Bu 64-yil tunji chiqqan mobil telefonga, ya'ni simsiz telefon demdik. Buni sim ishlatmaysiz, lekin buning eg'irligi mana 40 kilogramm. Endi bugungi kunda shu telefoningizni 42 kilogramm yiningizda olib turish bu intayin yiningizda olib yurish nihoyat qulaysizda. Buni mashinada olib yurgani bo'ldi. Shunday texnika ayni vaqtda bu radio shu signallar bilan bo'lgan bir telefon. Endi bugungi kunimizda bugungi kunimizda masalan iPhone 10 ni aytsak, ARM degan shirkat buning mingsini yasaydi, dizayn qildi bu shirkat Cambridge'da, Angliyadagi, lekin bular faqat lisensiya berdi. Amaliyotda u haqiqiy mahsulot Tayvandagi bir shirkatni yasaydi. Buningki sig'imi mana 250 gigabaytgacha bo'ladi. Bu nihoyat cho'ng bir fuqum. Ya'ni bir 20 yilning oldidagi yoki 30 yilning oldidagi texnikaga solishsak, bu hayron qolarlik bir o'zgarish.
Bu hem organik LED'ni işletildi. Bu vaqt Memtümin Abbas akimiz bir leksiya bergen ötkende esinladi balki. Endi bu asli qaraydigan bo'lsak, endi mushu narsalarni, masalan, bugungi telefon amaliyotda qo'limizdagi telefon bir kichik kompyuterdan iborat. Bu kompyuterning mingisi bor. Bu mingsiniki xuddi odam mingsidimi, nevronlar odam mingsini tashkil topgandek. Masalan, odam mingsida qancha 80 milliard nevron bormi? Ashtag'aroq taxminan. Nevronlar bo'ldi. Bu odam mingsiniki shu funksiyasiniki eng asosiy birligi nevron. Endi bu hozirgi deymiz kompyuter deymiz, bu telefon deymiz. Bularninki ishlash prinsipiniki eng asosiy birligi nima desangiz, mana men yerda ko'rsatib qo'ydim. Transistor deymiz. Buni Uyg'urcha asli kristal lampa, 2 qutupli, 3 qutupli kristal lampa deb tarjima qilgan ayni vaqtda. Chunki bu yangi chiqqan vaqtlarda ishtaq buni funksiya ishlagan vaqtda bu ozroq yanida shu lampa deb qo'yganlar deymi. Ya mushtaq lampaning ichiga qilg'ashqa vakuumni chiqarib o'tibman. Lampa qilganmi? Agar esinglarda bo'lsa, ma yoshlar bek bilmaydi balkim, agar kichik vaqtlarimizda bizdek yoshlarni kichigimizda radiolar bor. Shunami? Cho'ngda teshini yog'ochda ishlagan radiolar bor. Shu radiolarning ichini ichib qarasangiz uyg'onmishdaq, naqmishdaq tranzistorlar bo'ladi. Bu shu radioning jinida, chunki signalni kuchaytirib beradigan narsa bu ayni vaqtda. Endi bu ayni vaqtda shu biz ko'rgan radiolarda, masalan, biz bugun da'vatgan bu radiolar 30-40 yil oldingi radiolarda, uning oldidagi Yevropada o radiolarning chiqqaniga bir 100 yildan ish ketdi. Endi lekin lampa ishlatgan u radiolar xeli keyin chiqqanda. Bu radio mushundaq lampadan 2-3 tal ishlaydi-da, endi 2-3 tal bor ichida. Ko'zingizni ko'ra olasiz, bunda bir dori botlukasining qutusidek hozirgi kunda cho'ngligi ashtaqdi. Endi bugungi kunimizda kompyuter bo'lsin yoki yanfon bo'lsin, buning ichidagi ashtaq buning mingsi kichik chip deymiz. Qo'limizdan barmoqimizdan kichik narsa bu. Bu barmoqimizdan kichik narsa bo'lgan bilan mashning ichida mashtaq tranzistordan 100 milliondan 1 milliard qadar bor. Endi o'ylab beqing, bu yo'g'on narsa, bu dori botlukasining cho'nlig'idagi narsani bunda qo'l barmoqimizdan kichik bo'lgan bir chipning ichiga qanday sig'dira olamiz 100 milliardni? Qanday bo'ldi desangiz, shu bu yerda biz texnologiyada shu taraqqiy qildik-da, taraqqiy qilib bag'ansi buni kichikiltib, shu tunji qitim 47-yili chiqqan narsa bu chog'da texi u qo'llanishdan jiroq bo'lgan. Qachon qo'llangan desa, keyin deymiz, masalan, men ko'rsatib qo'ysam. Mana tunji kompyuterlar, Ikkinchi dunyo urushidan keyin chiqqan, 50-yillardan keyin chiqqan kompyuterlar. Mush ko'rayotgan mishadagi har bir lampochka mana shu bir tranzistor bu. Sizlar ko'rgan ABM tranzistor. Sanoqli tranzistorda buni qarasangiz sanoqli bo'ldi bu qancha. Mushu orqali ular shifr yashgan. Endi biz kichikladik dedik. Kichiklashtirib mana bugungi kunga kelganda buni mushundan 100 millionni, hatto 1 milliardni mushunday kichkina bir narsani ichiga joylashtirib biz texnik murakkab, intayin murakkab bir ishlar qilamiz. Ya'ni telefonning iqtidori nima? Telefonda siz so'zlasha olasiz, kinolarni qo'ya olasiz, hatto kompyuter programmasi yoza olasiz, ham ijro qila olasiz, rasm torta olasiz. Buning iqtidori hozir bir kichkina yanfonda biz tasavvur qilolmaydigan darajada jihnasi bor-da. Buning senzorlarni ayt, har xil senzorlar bor. Sizning o'rningizni deb bera oladi. Sizning yugasingiz, qadam soningizni deb bera oladi. Ashta bakchi iqtidorlar bor. Endi buni mushu 100 yilga yetmagan vaqt ichida bir olamshumul endi o'zgarishlar bo'ldi deymiz. Endi buning ishlash prinsipi mushu, ya'ni bu hozirgi kunda mushu eng asosiy prinsip, ya'ni mushu prinsip bo'yicha bo'ldi, faqat kichiklidi. O'lcham jihatdan. Azroq texniklik jihat ilg'orlashdi, lekin asosiy prinsip nima? Men sizlarga buning asosiy prinsipini azroq so'zlab beray. Endi bu shu yerim o'tkazgich degan narsaning ijod qilinishi bilan mushtaq imkoniyatlar bo'ldi-da. Ya'ni hammamiz bilamiz, tok ijod qilingandan keyin, masalan, shu lampochka mana yeniqtirdi.
tok bolsa, lampochka yanadi, yorug' uyda o'tiramiz. Bu tok nereden keldi? Bu elektrostansiyadan keldi. O tok degan nima? Zarrachalarning iqimi. Zarrachalarning iqimi, bu zarrachalarning iqimini siz bir metalga, mayli mis bo'lsin, alyumin bo'lsin, temir bo'lsin, nima qilsangiz bu shu besim bersangizlar bu zarrachalar iqimi mangadi buningda. Bu shu besimning cho'ng kichikligiga qarab mangadi. Endi ba'zi materiallar bor, tok o'tkazmaydi. Masalan, ularni insulator deymiz inglizchada, tok o'tkazmaydigan materiallar, masalan, yog'och deymiz, aynak deymiz, bular raxt deymiz, bular tok o'tkazmaydi. Endi bularning o'tirisida biz yerim o'tkazgich degan bir materialni bayqab qoldik. Anki yerim o'tkazgich degan materialni bayqagandan keyin buning ancha-muncha o'xshamagan moddalarni qo'shish orqali biz mushtaq transistor degan narsani yozdik. Bu transistor degan nima desangiz, bu bir elektrik klapan bu. Klapan deb qo'yamiz o'yilqa ich people degan. Masalan, buni endi eng oddiy zohir tilda desak, bu klapan degan nima? Masalan, bu yoqda cho'ng bir buni zarrachalarning o'simini bir eriqda kelgan suv deyli. Bu yoqda cho'ng o'stan bor. Cho'ng o'stan bu yoqda. Bu yerda bir tarmoq o'stan bor. Chunki siz bu yerda tarmoq o'stanni ichib olsangiz, kichikini bir azroqli kuchab bir kichikini yana ichib qo'ysangiz, cho'ng o'standa kelgan suv o'tadi buni. Ondan keyin bu yerda agar buni itib qo'ysangiz, bu yer tarafni itib qo'ysangiz, cho'ng o'standagi suv mang'anmaydi. Ya'ni bu yerda cho'ng bir iqimni bir kichik iqim orqali kontrol qila olamiz. Bu kontrol qanday ish qilgan desa, shu yerim o'tkazgichdan yasalgan, shu tranzistordan ishlanganda, tranzistordan nima qilgan. Endi buni ayni vaqtda dedim, kristal lampa deb tarjima qilgandik. Bu tarjima hozirgi shu tranzistorlar tez mos kelmaydi bu tarjima. Chunki buni endi bir yangi tarjima qilish kerak. Hozircha tranzistor deb turayman. Yoki tranzistor desak bo'ldi, udullab, chunki jiq texnikalik atalganlar biz udullam o'tkazgich desak nima ekan? Desak oddiy bo'lib qoldi. U tok o'tkazgan narsa jiqda bunda. Bu endi işte alayli bir narsa, tranzistor degan. Rezistorni qarshilik deb tarjima qilgan. Bu qarshilikqa o'xshab ketadi, lekin bu qarshilikni ilqi zarrachaninki nima manfiy musbatlik qarab o'tkazsa, agar musbat kelib qolsa o'tkazib o'tadi, manfiy kelib qolsa o'tkazmaydi degandek. Siz ashni kontrol qila olasiz buni. Buni aytdi bir o'zbekchilik buniki. Mana bu yerda buning ustida tok yo'lni misol qildik. Ostida mana bu shu sxematik nemsda tushuntirilishi. To'xtanglar, men yerda bir pointni o'ngshab olayman. Laser pointer qilib qo'yaylik. Buni endi bu yerda tushuntirib o'tirishning o'rni yo'q bu yerda. Bu mushtaq endi bir control gate deb qo'yamiz. Bu bir ashta klapanda hisobda buni azroqli bir besim bersangiz, miyadagi tokni qisib oladi bu, tok miyaga o'tolmaydi. Masalan, agar buni azroq besimni to'ntib qo'yish yuqorilatsangiz, miyadagi elektronlar qo'shilib, kuchaytirib, shundan keyin orliqdan miyaga, ya'ni endin piga bir tok o'tkazdi, andan keyin siz buni bir yip tok yo'liga aylantira olasiz. Agar bu besim to'm bo'lib qolsa, bu ochiq tok yo'lida tok o'tmaydi. Endi buni lampochka bilan qilaylik. Masalan, lampochka mendaq simvol qilib qo'ydik miyaga. Buni kontrol qila olamiz mushtaq. Azroq tok bilan ya bu sistema tok bo'ladi yo tok bo'lmaydi. Endi bu kompyuterga qanday til o'tamiz yoki kompyuterni qanday bir odam mingsiga o'xshash tafakkur qilza olamiz. Bu bir nihoyat bir cho'ng ishda. Masalan, inson, masalan, biz Uyg'ur bo'lsangiz, siz yana bir Uyg'ur bilan paranlashish uchun til kashf qilingandan keyin, o til kashf qilishdan burun biz sharq mundaq isharalar bilan belgilagan bo'lishimiz mumkin. Undan keyin til ijod qilindi. Hozir biz Uyg'ur tilida, Uyg'urlar Uyg'ur tilida so'zlashimiz. Bu Uyg'ur tili 32 harf bor. Siz 30 harfni o'xshamagan yo'llar bilan qurib, uningga Uyg'ur tilining grammatikasi, ya'ni qoida, muqim bir qoida bo'yicha maqsad qiltirsiz ikkinchi bir odamga. Endi agar bir kompyuterni biz Uyg'urcha gap qila oladigan qilish uchun qanday qilishimiz kerak desa, endi mana buni
Bunu ikkilik sistemi tushundirish kerak. Buni binary system deydi ingliz tilida. Biz ikkilik sistemi desek oldu. İkkilik sistemi degan nima bo'lsa, shu tok bor, yo'q, ikkili xil holat. Buni shu ikkilik sistemi deymiz. Tok bormi? Bor. Yoki yo'q, bu ikki. Agar sizda bir lampochka bo'lsa, siz ikki xil uchir bera olasiz. Shu lampochkani ko'rib turgan jiroqdagi bir odamga lampochkani yondirsangiz bir holat bo'ldi. Lampochka o'chik bo'lsa, yana bir holat bo'ldi. Demek ikki xil bir uchur avat olasiz qarshi tarafga. Lampochka yongan holatni men bor deyishingiz mumkin. Lampochka yo'q holatni men yo'q degan holatga tatbiq qilishingiz mumkin. Mushtaq, ikki xil uchur. Buni ikki bet deymiz. Bu yerda mushtaq endi lampochkaniki yenish bilan. Agar sizda ikki lampochka bo'lsa, u chaqda ikkining kvadrati bo'lib, bu 4 xil ehtimollik bor bu yerda. 4 xil uchur avat olasiz. İkkilisini teng yondirsangiz bir uchur, ikkilisini teng o'chirib qo'ysangiz bir uchur. Ma o'ng tarafdagini yondirib, so'l tarafga o'chib bo'lsa yana birsi, ta'tir bo'lsa yana birsi. Demak, 4 xil uchur avat olasiz. Sizda ikki lampochka bo'lsa, masalan. Agar sizda 5 lampochka bo'lsa, ashuni yondirib, her birini o'chirib yondirib o'xshamagan signal qilsangiz, masalan, ma 2 lampochka yondi, ma 3 o'chik, mushtaq bir tizib qo'ysangiz buni bir uyga kirib, bunu bir tercüme qilsak oldu. Bu bir holat. Anaki bunu mushtaq her xil hammani o'chirib yotsangiz bir holat, hammani yondirib qo'ysangiz bir holat, ashta qilib buningda 32 xil holat qila olasiz. Demak, mishada Uyg'ur tilini siz kompyuterda en oddiy bir kompyuter yazsangiz, u kompyuterda sizda cho'qim qancha lampochka bo'lishi kerak? 5 lampochka bo'lishi kerak. 5 lampochka orqali siz ashta Uyg'ur tilini lampochka orqali ifodalaysiz. Endi 8 lampochka bo'lsa, 1 byte bo'lib qoldi, shu megabayt, terabayt deb ishlatamiz-ku. Endi 8 bit degan shu 8 lampochkani. Har bir lampochkaning 2 xil holati bo'ldi. 2 xil holati bo'lgandan keyin buni 2ning 8-darajasi bo'lib ketadi bu yerda. Shu bu 64 xil holat bo'ldi. Buni 1 byte deb qo'yamiz. Astaqda endi. Endi men shunday bir narsa qo'shib qo'ygim keldi. O'xshamagan tillarda o'xshamagan harflar var. Masalan, arab tilida 26 mi, 27 esimda yo'q, 26 bo'ldimi tovush bor. 26. Rus tilida 33 tovush bor. Bizda 32 da, bu 32 bizi Uyg'ur tili ajoyib qiziq mishira. Uyg'ur tili masalan, mana ko'rib turibsizlar, bu binary system deymiz, ikkilik sistemga intayin mos keladigan bir tilda. Bir xil 32. 32 degan 2ninki 5 darajasi 32. İkkilik sistemga %100 mos keladigan bir narsa. Endi qo'shib qo'yim keldi, bu endi jib qo'ylashim bo'lmaydi bu yerda. Endi bu yerda shu transistor degan endi bu tok mangan ekan, bu tok manganda issiq chiqirdi. Har qanday o'tkazgichda o'tgan vaqtda buni biz o'tir maktabning saviyasida o'rgangan. O'tkazgichdan tok o'tkazsangiz, tok qancha yuqori bo'lsa, bu o'tkazgichning qarshiligi shuncha yuqori bo'lsa, shuncha issiq chiqirdi. Ya'ni siz tokni issiq energiyaga aylantira olasiz. Shunga nurg'un o'choqlarimiz bor, shundaqmi? Hatto choy qaynatadigan cho'girlarimiz bor. Uni shu bir tal qarshiligi yuqori bir metalni ichiga sap qo'ydi. Uni tok bersangiz, o metalning qarshiligi intayin yuqori bo'lg'achqa, u qizib, suvni qaynatadi. Endi bu qazon cho'mish unda xiylar ishlatgan vaqtda biz u issiqlikqa aylantirish uchun tokni maqsadimiz shu bo'ldi, lekin bu kompyuterga kelgan vaqtda bu issiq chiqarsa bu energiyani bu yerda biz ziyon tortgan bo'lamiz. Bizning maqsadimiz zarrachani mang'izish. Lekin bu zarracha afsusligi bu faqat 0 mutlaq 0 gradusda, ya'ni 0 dan tuvan 272 gradusda, ashning tuvanligida, yani ba'zi materiallar uning yuqoriqidimi qarshiliksiz bo'lgan materiallar jiq hozir. İşte qarshiliksiz holatda u toksiyan bo'lmaydi, lekin bu biz odatdagi turmushda bu ya'ni 22 gradus mushtaq uy temperaturasi desak, buningda tok bak ziyon bo'ldi. Shunga telefoningizning qizib ketadigan shu, kompyuteringizning qizib ketadigan shu, bu qiziganning hammasi shu biz ziyon tortayotgan energiyalarda. Bu bir cheklanmasi. Endi buni yana davomlashtiraylik. Mana bu tunji kompyuter, endi azroq kompyuterga mayli. Demak, men bir narsani demay o'tib qolibdimi? Siz moshuni endi buni tilg'imi o'zgartirasiz, buni logikagami o'zgartirasiz. Ya'ni biz bir narsa tafakkur qilish uchun uning logika bo'lishi kerak. Logika degan nima? Masalan, A B'dan cho'ng bo'lsa, B C'dan cho'ng bo'lsa, A C'dan cho'ng bo'ldi degandek bir logikalar masalan.
Bunun da logikada yoki, emma, ikki narsani qo'shib hisoblaganda birinchi ahvol yoki ikkinchi ahvol degandek. Ashta buni logikaga kiritish uchun mush lampochkalarni biz o'xshash bo'lmagan birikmalar orqali bir logikani hosil qila olamiz ham. Masalan, mushu holatni yoki deb tushundirsak, bu mashkini o'chirib o'tib, mashkini yondirib qo'ysak, uni hammani o'z ichiga oladigan bir holatga o'zgartiramiz. Logika o'rgata kompyuterga. Endi kompyuterni yana bir ta'kidlab o'tay, kompyuter mayli sizning yanfoningiz bo'lsin. Buning eng o'lchambarligi shu ikkilik sistem bo'yicha nima qildi. Biz ikkilik sistem bu bak cheklimalik o'g'ashqa. Bu ikkilik sistemini shu bir muncha mustaq tranzistorni yasab, bir muncha narsani teng harakatlantirib, andan keyin biz buni tafakkur qila olamiz, murakkablashtirib olamiz. Bo'lmasa buning bu ikkilik sistemi bir tanlanmış bilan siz hech qilolmaysiz da. Cho'mayada tunji kompyuterda bular bir muncha mustaq tranzistor ishlatgan. Mana qarab tursanglar, nihoyat ko'p. Lekin buningki tezligi, buning hisoblash iqtidorini bugungi kompyuterlarga solishtirsak, osmon zamin farq bor-da. Bu farq shunchaki cho'ng. Buni menda solishsak bo'ldi. Biroq mush kompyuterning tezligini bir qululninki menish tezligi desak, ma hozir kompyuterlarning tezligini ma osmonga chiqadigan raketalarning tezligi bilan hatto undan cho'ng bo'lishi mumkin. Bu jiq taraqqi qildi. 60-80 yilda chiqib ajoyib bir taraqqiyot olib ketdi. Endi men qaraydigan bo'lsak, mana 80-yillarda kompyuter rasmiy buni kompyuterningki oilalar kirishi yoki ishg'ollar kirishi deb deymiz. Bu 80-yillardan boshlangan ishlar. Mana shu ayinchaqdagi shu bir shirkatningki kompyuter e'loniga qaraydigan bo'lsangiz, buningki cho'ngi shu 10 megabayt. 10 megabayt bugun hech kim 10 megabayt degan kompyuter ishlatmaydi. 10 megabayt haqida kuladi bugun 10 megabayt. Bugungi kunda biz terabayt ishlatamiz. Terabayt degani megabaytningki mingga silsangiz gigabayt bo'ldi, gigabaytni mingga silsangiz terabayt bo'ldi. Endi million aslida aytamiz bugun mana. Shuningki 80-yillarda, 80-yillarda mana biz tug'ilgan vaqtlar u. Buningki bahosini $6000 debdi, 80-yillarda $6000 menimcha 80-yillarda bir uy keladigan pul bo'lishi mumkin, Lekin bugun nihoyat azam bo'lib ketdi. Bugun buningki biz uy elish emas, bu uy oldigan pulga bugungi kunda biz 1000 kompyuter, 10,000 kompyuter keldi deyman ish qilib. Hisoblab baksanglar bo'ldi-ku hozir bozor bahosi bo'yicha. Endi bu taraqqiyot qanday bo'ldi desangiz, mana shu vacuum tube deb qo'yamiz. Tunji Uyg'ur tarjimasi mana 3 qutbli kristal lampa deymiz. Tunji kompyuterlar mana bu shifrlash uchun ishlatgan. Andan keyin bu kichikildi. Mana shu tranzistor vacuum tube deb boshlangan narsa, keyin tranzistor kichikildi. Kompyuterlarning iqtidori texnik ko'pildi. Endi 71-yil chiqqan kompyuterda bunun ichidagi tranzistorda shu buning cho'nligini deyapti-ku, cho'nligi 10,000 nanometr bo'lgan. 10,000 nanometr degan 10 mikrometr bo'lgan. Ya'ni buning cho'nligi 71-yilga kelgan vaqtda shu bir buning ichidagi tranzistorning cho'nligi kishiningki, odamningki chechining tomliqining cho'nligi bilan bo'lganda o'xshash bo'lgan. Mana shu 44-yildan 71-yilgacha biz bir narsani mashaq hozirgi masalan bundaq bir dori qipidek mana maningdek bir dori qipidek narsani odam chechining tomlig'ida qila oldik-da. Anaki 95-yilga kelgan vaqtda bu 10,000 nanometrni texnik kichiklashtirib biz buni Intel chip deb qo'ydim. Intel buningda Amerikadagi shirkat bilasizlar, bu eng kuchli shirkatlarning birisi, bu chip yasashda 500 nanometrga tushgan. Endi 2019-yil bu nemaga tushdi desa 7 nanometrga tushib ketdi. Endi bugungi kunda bu intayin aslayotdi. Shu davomli tushishi. Chunki buning ketadigan mablag', buni texnik mustaq kichiklashga bo'lgan hozirgi mablag' intayin cho'ng ketib bordi. Bu yerdagi texniklik talablar, texniklik qiyinchiliklar haslab ishyapti-da. Chunki biz bag'ancha atom bo'shlig'iga yuzlanayotgan bo'lgan ekan, bu yerda atom bo'shlig'ida bir narsani kontrol qilish intayin tez. Nihoyat tez. Bu zarrachalarni bir to'xtaman qizg'andan ajoyib bir tez. Buni sartarbiyani so'zlaymiz.
Yani yana bir qarsangiz mana, yana bir diagramda texnik aniqroq ko'rdik mana. Eng dastlabki 71-yildagi transistor. Endi buningga shu har bir chipni so'zlaymiz. Chip degan shu markaziy bir taraf qilg'ich deymiz, CPU degan shu processing unit deymiz. Bu shu mingsi desak, mingsi tafakkur qilgan qismi deylik, shu kompyuterningki. Bu bir chip deymiz buni. Bu bir chipning ichida mana 71-yili transistorning qanchasi bo'lgan desa 2250 dona bo'lgan ekan. Shu texnika, shu yilning texnikalari. Endi buni 2019ga endi qancha bo'lib ketdi? Qaraydigan bo'lsanglar, mas sanni qancha deb o'qish kerak bu. Mana million meg keldi. Megga endi milliard keldi. 40 milliard bo'lib ketamda, yo'q. Qancha ketdi bu? 39 milyardning ishkisi bu. Trillion, 39 trillion bo'ladi. To'g'ri. 39 trillion transistor bor degan gap aslida. Endi transistorning cho'nliqchi 7 nanometr. 7 nanometr degan nima? Abi ham deb o'tgandik. 1 metrni milliard qilib bilsak, ashning 1 bo'lakini 1 nanometr deymiz. Shu ashunchalik kichikda, ashunchalik bo'shliqda. Endi buni cho'ng, mashtaq buning ichini mundaq bir mikroskopda cho'ngaysak, buni mashtaq buning tuzilmishi mana 7 nanometr ekan, buni mundaq bo'ldi. Buning sxemasi mana mashtaq. Abi ham transistorlar o'xshash. Eng dastlabki transistorning xususiyatlari, yani bu MOSFET endi keyin chiqqan narsa, lekin asas prinsipi o'xshab ketadi. Manba bo'ladi. Bundaq bir eshik bo'ladi, uni gate deb qo'yamiz. Ashta klapan qismi, ichib yopadigan qismi. Buni besim bilan kontrol qilamiz. Mana qabul qilinadigan qismi. Shu ichib yopilishni kontrol qilamiz. Ichib yopilish degan shu tok bor, tok yo'q degan holat ham qiyam. Endi bugungi kunda kelgusida qanday qilamiz? Buni spintronic degan yangi narsa kirdi-da bizga. Endi spintronic degan electric deganga burunqisi ama ingliz tilida elektr texnologiyasi deymiz. Elektr injenerligi deymiz uni. Bu elektr injenerligi zarrachini asos qildi. Tok iqimi deb qo'yamiz-ku. Tok iqimi nimadan shakllanadi? Shu zarrachalarning iqiyotgan elektronlarning iqiyotgan nimasida shu bir iqiyotgan suv desanglar bo'ldi. Lekin zarrachalar shu elektr zarrachalar. Ashdan orqali buning hammasini kontrol qildik hozirgi kungacha. Endi kelgusida ham hozir boshlanib ketdi bu texnika allaqachon. Shu spintronic deb qo'yamiz. Buni uyg'urcha so'z ijod qilish kerak albatta. Spintronic demdoq bir narsa deymiz endi buni. Bu elektronninki yana bir xususiyatini kontrol qilish bilan boshlandi. Elektronning biz burun tuzuk kontrol qilmagan yana bir xususiyati bor, o'ziniki endi up spin down spin deymiz. Endi bundaq mayoq peqiraydigan u qanday desak bo'ldi desak, endi magnitga o'xshashsak elektron qutb almışa olaydi. Masalan, yer sharining qutubi bor bilamiz. Yer sharini bir elektronga o'xshasak, yer sharininki shimol qutubi bor, janub qutubi bor, bu magnitlik qutblar. Bu yer sharining mushtaq magnitlik qutublari o'g'ashqa quyoshning kelgan radiatsiyalik signallarni biz yer sharining teshib tutib tura olamiz. Shunga odamlar o'lib ketmaydi-da. Bo'lmasa agar shu yer sharining magnitlik qutubi bo'lmasa, insonlar yashamaydi yer sharida. Endi buni elektronga kichiklasak, elektronning ashta qutubi bor. Bu elektron o'zgara oladi-da. Mushtaq qutbni. Ikki xil o'zgara oladi. Bir elektron ikki xil holatda bo'ldi. Endi biz burun bu elektronni faqat zarracha sifatida qo'llagan, u bir elektron birla shu zarrachada, bu yerda birla olaylik. Endi bu biz endi keyingi qadamga o'tsak, bu shu elektronninki shu magnitlik holatda desak bo'ldi, o'xshab spin deymiz shuni buni. Ikki xil spini bor. Bu ikki xil spinni endi biz kontrol qila olsak, bu ajoyib yaxshi ishlar bo'ladi. Endi ajoyib yaxshi ishlar qanday ishlar bo'ladi desangiz, bu spinni kontrol qilsak, biz spinni uchirib shu yetkazishning bir yo'li qilsak, bu spinni mang'izsak, tok isrof bo'lmaydi. Zarrachani mang'izsak, abiyam dedim, issiq energiya, chunki uy temperaturasida issiq bo'lib chiqadi, birmuncha tok ziyon tortamiz, ham qiz ketadi, kompyuterlar sovutadigan narsalarni ishlatamiz. Agar sovutmasak, kompyuterniki ko'k ketadi-da, mingisi. Bak qiz ketadi ishlagandan keyin. Endi bugungi kunda shu spinni ishlasak, agar mushtaqil
soğup qızıp ketadigan ahvol bo'lmaydi. Ham ilqi qalayimqan bir taş yo'lni ishlatgandan ilqi bir taş yo'l ikki ko'z kirib, ikki tarafga manglaydigan bir vaqtda hem o'ng tarafda bir liniya, sol tarafda yana bir liniya qo'sh liniyalik qatnash bo'ldi-da bu. Biz hozirgacha qo'sh liniyalik qatnashni o tranzistorda ishlatmadik. Hozirgacha taq liniyalik qatnash. Zarrachilar bir tarafga qarab mangdi. Yani spin işletsek bu yana bir alaylıkda. Demek bu yerda hisoblashni qilamiz. Endi bugun mayda mana ko'rsatib qo'ydim. Mao yillarni 80-yillardan boshlab hisoblasak 2015gacha ma diagramma. Mao shuni ketadigan xarajat, dunyoviy xarajat deyman, butun dunyodagi shu shirkatlar ishlab chiqargan shu tranzistorlarninki hisobda. Endi ma yeshil nima desanglar, mushu har bir taraqqiyotga ketgan, har bir taraqqiyotga ketgan, mana shu 2010 2015 ga ketgan mushu loyihalashdiki chiqim. Mao ko'p qismi buni isbotlash. Ya'ni siz bir chip ijod qilganda, u chipni haqiqatan siz va'da bergandek o ishlamda buni isbotlab berishingiz kerak. Buningmi isbot uchun bir muncha mablag' ketadi. Yani qaraydigan bo'lsangiz, bu nihoyat ustiga chiqib bordi. Masalan, mayda shundoq oz bo'lgan bo'lsa, buning chiqimlari. Yani Mao tranzistorning soni mana. Aynı vaqtda 80-yillarda 10 mingdek tranzistor bo'lgan bo'lsa, 90-yillarda 1 millionga chiqdi. Bir chipdagi soni bu tranzistorlarning, bir chipning ichidagi soni. 100 milyon qachon chiqibdi desangiz, 2000-yillarning beshida 100 millionga chiqdi. Bir tal chipning ichidagi tranzistorlarning soni. Endi ma trillionga chiqqani, ma yaqinqi yillarda mana trillionga chiqib qoldi bu. Ama 2015dagi nimaga bu trillionga chiqib qoldi. Bumi intayin bir chiqim talab qildigan. Endi bu chiqim nima chiqim? Bu texnikaning shu xiris qidish kelayotgan texnikaning nimasi bu? Bugungi kunda qanchalik tez bunchalik taraqqiy qildirish. Bunda aytganda biz nihoyat bir xil Mao 80-yillardan 2010-yillargacha intayin tez taraqqiyotni boshqa kechirgan bo'lsak, mana masalan 2000-yillarda chiqim intayin shu bu chaqda shu kompyuterda ishlaydigan shirkatlar, chip ishlaydigan shirkatlar intayin ko'p pay topgan bo'lsa, hozirgi kunda mana payda ozayib ketibdi. Chunki texnikalik talabi bak sijilib ketibdi. Endi spintronik degan shu 2000-yillardan keyin chiqqan hukm bu yangi bu spinni ishlatmadikmi desa, ishlatdik, mana chiqib bo'ldi. GMR sensor deymiz. GMR sensor degan shu siz Mao kompyuteringizniki qattiq diskisi bor. Qattiq diskisiningki ichida uchur saqlaydigan shu birliklarda shu uchurni o'qish uchun bir sensor ishlatamiz. Uni GMR sensor deymiz. Buni ijod qilganlar 2007-yilda deyman Nobel mukofoti oldi. Birisi germaniyalik, birisi fransiyalik olim. Albert Ford bilan Peter Grönberg degan odam o'sha Nobel mukofoti oldi. Mana shuningki prinsipi, shu senzorniki ishlash prinsipi shu spin ishlatadi. Ya'ni elektroniki zarrachi xususiyat emas, spin xususiyatini ishlatadi. Endi biz kelgusida, lekin bu boshlanishda endi biz kelgusida nimani qilmoqchi desa, spin asosidagi tranzistorlarni ijod qilmoqchi. Men ABM degandek, agar buni ijod qila olsak, birsi kunda telefoningizni kunda to'qqaslash ketmaydi. Nihoyatda bir oyda, hatto bir yilda bir qaylab qo'ysangiz yetadigan bo'lib ketadi-da endi. Maqsad shu bizning hozir tadqiq qilayotganimiz. Yana birisi intayin tezlashishi. Spin memories deymiz. Bu bunda aytganda, masalan kompyuterni o'chirib qo'ysangiz, kompyuter shu zaman o'chidi. Agar spin memory ishlasak, kelgusida magnitni birlashtirib, bu kompyuterni o'chirib qo'ysangizmi, tafakkuri o'chib qolmaydi deb eslatishsanglar bo'ldi. Yani kelgusi yuzlanishi shu. Yani buning nurg'un texnikalik yuzlanishlari bor. Biz mana mustaqil spin tranzistorlarni ishlash uchun tirishyapmiz. Biz buningki bu yalnız telefon için emas, telefon kompüter için emas, makina mesela. Hozir bu
bu CPU işlemiyorgan narsa yok hazır. Bu smartphone deyimiz, bu aqlli kit bardı bu etrafımızdaki narsa. Mesela robotlar deyimiz. Üstümüzdeki suni hamradını tatib, şu hatta avtomobillar mı hazır aqlli kit bardı. Mesela hazır öz haydaydigan mashinalarni ijod qilinib, hazır sinov qilinyapti. Aşağı hemmisi şu, nemi kerak? Manga kerak. Bir aşı kalısını adamga o'xshash ishiltalaydigan kallı kerak. Aşağı hemmisiga ishildi. Bu demek bu naydı bir keng sani o'z ichiga olgan narsa bo'lib ketdi bugungi kunda. Endi mana kelgusini hisob etsak, hazır biz yenilan bu texnikaning bir munda aytganda intayin bir yeni bir bosqichga ko'chammidik. Burungi texnikani qanday qilib texnik kichiklashtirishni tirishyapmiz. Masalan, 2020 hazır 6 nanometrlik texnika deb qo'yamiz biz tranzistorninki. Yani şu küçük bir kısmının kengliki 6 nanometrda şunu demekçi. Şu bir transistor desek, şu 6 nanometrga tushib oldu. Mayadan MK'ga cho'g'an kengliki pitch length deydi onu. Gate pitch bu deb metal pitch deb. Shuning cho'ngligi 48 nanometr o'lchasida. Endi buni texnik kichiklik deyapmiz. Qanday kichiklik deyapmiz? Amaliyotda fizikning bu yerdagi fiziklik xususiyatini o'zgartmadik. Faqat buni nima deymiz desak, bu bunda aytganda şu geometriyalik shakllarni o'zgartiriblar. Mesela yatqizib qo'ygan bo'lsak, boshqa bir narsani tiklab qo'yib uni shu sig'imni oshiryapmiz-da, texnik kichikiltib. Mesela bir tranzistorni bir bundaq sandık saldık desek, bundaq udullusiga bundaq kenglisiga salsangiz, uningga 2 nil sig'izgan bo'lsangiz, uni tiklab qo'ysangiz qancha sipatida? Texnik jiqib patadi, shunaqmi? 10ni batqiza olasiz. Shu hozirgi texnika shu ashtaq. Yenilanmayapmiz. Bu yerda yangi bir bosqich kelgusidagi shu spinga o'tanmayapmiz. Chunki ABM deganimdek bu spinni kontrol qilmoq yomon tez. İmkoniyat butlay yo'qmi desa, ya yo'qmi? Yo'q emas, bor. İmkoniyatlar bor. Masalan, topological insulator deb bir material chiqdi. Bu o'zgacha bir materialda. Bunu bayqalgan uzun bo'lmadi. Bu materialda müştaq zarrachilar bu materialning yuzida spin o'zininki shu spin holatini, ma'lum bir spin holatini. Masalan, men spin holatini ikki xil rangda ifodalab qo'ydik hozir. Birisi qizil, birisi ko'k. Ikki xil holat, ha. Mushu spin holatini saqlay oladi buning yuzida. Ichki qismi tok o'tkazmaydi buningki, lekin yuzi tok o'tkazdi. Ajoyib bir materialda bu. Topological insulator degan ashtaq narsa. Edge state deb qo'yamiz. Shunaqaki bu shu yuzida tok o'tkazdi, ammo ichi tok o'tkazmaydi. Lekin bu yuzidagi tok zarrachining zarrachi bo'yicha emas, spin bo'yicha ma'nolaydi. Bu iqim, mishalki iqim zarrachi iqim emas, balki spin iqim bo'yicha ma'nolaydi. Bu ajoyib bir material bu. Endi hozirgi kunda bu yerki texnikalik tas ishlar nima desa, mushu texnikani qanday qilib mushundaq bir tranzistorga ishiltalaymiz. Buning bilan bir material hal bo'ldi. Buning bilan ish bitmaydi. Bu materialni qanday materialga biriktiramiz. Chunki buningda bu materialni mushtaq bir tranzistor qilish uchun men manba bo'lish kerak. Mana spin qilib ifodalab qo'ydim. Anki bu spinni kontrol qila oladigan bir klapan bo'lish kerak. Bu klapanga o'xshamagan materiallarni, o'xshamagan fizikal xususiyatlarni ishlatishga to'g'ri keldi. Bu bir hozir mushu texnikaninki oshamayotganligining eng cho'ng bir mushu xalqliq bosqichi demdi. Mushu hal bo'lmayotgan yeri shu. Ma qismi hal bo'ldi desak bo'ldi. Hozir buni nurg'un texnikalik ishlarni hal qila oldik. Men mushu o'zimning guruhim bilan maqolalarni e'lon qildim. Mushu sohada Google sanlar bo'ldi. Shu ba Anan lekin sezishmi bo'ladi. Eng qiyin yeri buni qanday kontrol qilish, spinni qanday kontrol qilish. Chunki biz spinni kontrol qilib, uni ashaqcha logikalik holatga ishiltalaymiz. Ba yo'q degandek bir holatga ishiltalaymiz desak, bu spinni o'ngtatir qila oladigan, intan kichik bir bo'shliqda o'ngtatir qila oladigan bir holatga yetishimiz kerak. Cho'ng bo'shliqda qila olamizmi? Qila olamiz. Unda texnika bor. Lekin intan kichik bo'shliqcha bu tez. Endi kelgusida nima desa, kelgusida kvant kompyuterlarini davatimiz. Endi kvant kompyuteri bunun yana bir darajasi, texmi bir yuqori daraja. U tadqiqotmi intayin tez bo'lyapti, chunki u tadqiqot bir
yangi bir inqilobni paydo qildi. Kvant kompyuterga u chaqda biz bir tal elektronning oldini ishlatamiz u chaqda. Bir muncha elektron emas, mal spin demoy, bir muncha spinlamangdi. Spin current deb qo'yamiz, spin eqimi deymiz. Lekin bu kvant kompyuterlarda biz bir tal elektronning gapini qilamiz. Demak, bir tal elektronni kontrol qilish intayin tez. Nimishqa? Bu elektron ajoyib bir narsa. Bu elektronninki holatini, uning harakatini, uning energiya holatini tasvirlashga biz klassik mexanikani, klassik bilimlarimizni ishlatamaymiz. Bu butunlay yangi bir fizikani, butunlay yangi bir matematikani talab qiladi. Biz kallamizda o'tmaydigan bir ish bu. Tasavvur qilmaymiz. Chunki biz ko'rgan dunyomizda bu mumkin emas bir ishlarda, lekin shu elektron dunyosida, shunday kichik bir sohada bu mumkin. Qanday buni endi bundaq bir ommaviy so'zni qanday ifodalash kerak desa, masalan, ma o'yning temi desak, qo'limda bir basketbol yoki futbol bor desak, men uni har qancha qattiq tepsammi, bir o'yning temini teshib o'tamaydi nersa. Shunaqa qanqib o'zim qaytib keldi. Tushunami? Mumkin emas uni qarshi tarafga o'tishi. Chunki bu yerda u tepgan o to'pimniki energiyasi uncha kuchli emas. U tamni qanday teshimiz desangiz, tankini birini ekansangiz, tankini shu qartib bir tal o'qni itib qolsangiz, adadki tam teshib o'tishdi. Shunaqa tankini o'qi. Uning energiyasi intayin kuchli chunki. Endi kvant dunyosida qanday desangiz, kvant dunyosida shu elektronning energiyasi intayin to'm bo'lsa-mu, elektronning oldiga elektron dunyosida bir uning energiya to'siqi deydi, energy barrier deb qo'yamiz ingliz tilida. Energiya to'siq qilib qo'ysak, energiya yetmasa-mu, bu teshib o'tkaziladi qarshi tarafga. Buni ingliz tilida tunneling deymiz. Tunneling deb tushuntiramiz buni. Bu bir xil shu sergarlikdagi ish bu. Elektronninki bir sergarlikdagi ish bu. Energiyasi yetmasa-mu, o'tkaziladi. Lekin bu yerdan farq bor. Bu agar bu energiya to'siqninki energiyasi to'saq darajasi yaxshi qurilsa, yana o'tamaydi. Ma'lum bir cheklamalik bor yani bu yerda. Masalan, quyosh biz ko'rib turayotgan shu kvant mexanikasininki eng yorqin ifodasida quyoshdagi har bir energiya, mana bizga issiq, bizga yo'riq berayotgan har bir energiya quyoshda shu fusion deymiz, shu hidrogen atominiki geliy atomini hosil qilish jarayonida intayin cho'ng energiya chiqardi. Mana shu energiyadan biz issiq qolamiz, biz nur olamiz. Biriktish reaksiyasi istaydi. Endi bu yerda shu reaksiyada agar buni biz biladigan Newton mexanikasi, ya'ni biz klassik mexanikasi bo'yicha tushundirsak, bu reaksiya mumkin bo'lmasligi kerak. Chunki u yerda shu ichki hidrogen atominiki birikib geliy atomini barpo qilishniki uchun bu yerda nihoyatda bir ichki hidrogen atomi nihoyat cho'ng bir energiya to'siqidan o'tishi kerak. Lekin shu dal ular shu kvantum dunyosida bo'lg'achqa bu to'siqdan vingni sakrab o'tdi. Ishlam o'tdi. Chunki bu reaksiya yuz berdi. Endi buni hatto Einsteinmi bu elektronning oshda g'alati xususiyatlari bor. Masalan, ikki elektronni siz birisini yer sharga, birisini oy sharga qo'yib qo'ysangizmi, bu bir-birini his qila oladi. Nazariyadan oshdaqda, nazariyadan oshdaq. Buni texi bir o'lchab qilib boqmadik, lekin bu hozirgi tajribalar, biz qilayotgan tajribalar, biz qilayotgan nima buni isbotlab bo'ldi. Bu oshdaqda endi. Bu ajoyib bir o'zga narsa. Ya'ni bir elektronning ikkinchi bir elektronning energiya holatini shu sezishida, agar ikkisi o'xshash bir holatda qolsa, yana birisi cho'qim o'zgartirish kerak. Buni Einstein bu vaqtda chiqqan nazariyalar bu. Einstein dastlabda ishonmagan bu. Bu qanday mumkin? Bu deb Einsteinning donglik bir so'zi bor. Spooky action at a distance deydi. Nim degan gap desa, ashta spooky degan so'z endi tarjima qilsak bu bir xil taz bo'lmaydigan bir xil g'alati ish bu. Odamni shahq qilgandek bir meni sal ahmoq qo'ytamsa qanday degandaglar ashta bir gapda taz bir muvofiq so'z topolmadim hozir. Ashta bir narsa uchun bir xil kelmagan bu.
bu qanday mumkin bo'ladi? Bir ikki elektron bir ikki ayirib qo'ysangiz, bu bir-birini qanaqa sezdi u? Shuncha kichik narsa. Bu intan kichik narsani deyapsiz bu yerda debchi. Lekin keyin uni tajribada davomli har xil tajribada bo'lib isbotlagandan keyin inishni yana shu 5-lanishdi paybim, yana bir yer toz kallamda o'tmayotdi deb hayotidan shu ketib qoldi-da u dunyoga. Toz bir ishlash qilaman u odam. Endi hozirgacha biz hayron qolamiz bu endi kvant mexanikasi bo'layotgan ishlarninki ajoyibligidan. Agar buni shu bizningki imomlarimiz mushundan azroq bir kitoblarni o'qib qo'ydigan bo'lsa, bu ajoyib texm hayron qilib o'zininki xutbalarini texmi bir ajoyib bir ishonchlik, ajoyib bir qoyil qilarlik yo'llarda davet etdi-da. Afsus bizning hozirgi imomlarimiz yana shu 1000 yil avvalgi, 2000 yil avvalgi shu kitoblar 2000 yil davet etman bu unchalik bo'ldi. 1400 yil bo'ldi, 1400 yil oldingi gaplar bilan bo'lyapti. Masalan, Mahmud Qashqari zamonida 1000 yil deylik. Mahmud Qashqari hozir imomlarimizning saviyasini men Mahmud Qashqari zamonidagi imomlarning saviyasini to'g'ri bilaman. Chunki nima shunda deymizda, Mahmud Qashqari zamonida imomlar shu davrninki olimlari bo'lgan. Ular hammani bilgan. Shu davrdagi bilimlarni hammasi ilmiy nujum deymiz, yulduzlarga qarab, ma yulduz palaya kelsa bunda vaqt bo'ldi degan. Yani Ulug'bek deymiz, O'rta Osiyodagi eng oxirgi olim namoyanda, tabiiy olimlarimizning namoyandalaridan birisi. Ulug'bek endi o'zi podshoh. Toshkentda qayerda bir yerda o'zining poytaxtida rasaxona ochgan, shu olamni tekshirib olgan rasaxona ichib. Bu Ulug'bekning yana bir donliq bir hisoblashi bor. Yerlarning o'zi o'qidi qiypashligini necha 10 xongacha hisoblab chiqargan odam bu. 1400 yillarda yashagan odam u. Keyin o'zining cho'ng bolasi o'ltirib etdi, taxt olishib. Endi Ulug'bek zamonida shu imomlar shu hammani biladi. Lekin bugungi kunda bugungi kunda demaylik, shu oldimizdagi 100 yilda yig'ilgan bilim butun insoniyat tarixidagi bilimni necha million qatlaydi-da. Shunga yetishamaymiz. O'rganib yetishamaymiz bugungi kunda. Shunga biladiganimiz bek oz. Endi bu oz deblan bu telefon debla qo'limizda tutibla yurishdan azroq buning oddiy prinsipini bilib qo'yganimiz yaxshi. Endi shu chunki bunida ingliz tilida bek ko'p o'qish kitoblar bormi? Shu Amilbab tilida tushunadigan shu kvant mexanikasi deymiz, shu elektronning ajoyib bir xususiyatlari bor. Bularni tushunadigan nurg'un fizik kitoblar bor. Bu kishini hayron qoldirdi. Hatto olamni biz 95% bilmaymiz. Odamda qarang'u modda mavjud, qarang'u energiya deymiz. Hozirgacha biz tushunmaymiz bu narsalar. Bekchi hozir. Yomon jiq so'zlayaptimi deyman mana. Bo'ldi. Shunchalik so'zlay. Bek uzrab ketdim. Endi qog'iniga agar savollar bo'lsa javob beraylik. Doktor Qurbonjon Baratga ko'p rahmat aytamiz. Hozir alayda savollarmi yo'qkan? Mundaq bir narsa kallam keldi. Biz kompüterlarda, telefonlarda ba'zi narsalarni ko'ramiz. Telefonningki mesela bedende nur chiqarib, mesela bileklik taqilgan soatdek telefon şeklinde bo'lganlarni ko'ryapmiz. Bunun mesela nanotexnologiyasidan bir aloqasi bormi? Nur chiqaradigan soatlar debchi? Ha, shundoq. Mesela deyli, bilek taqaydı ekan, taqgandan keyin o saat nima, vücut ko'rinmaydigan narsalarni ko'rdik. Bu fantaziyami yoki bo'lmasa emniyatda shunday bir narsa? Ya uni bo'ldi hozir. Yani uni narsa. Endi unda hozir chiqayotgan hamma texnik nanotexnologiya tabi hozircha. Chunki bu nanotexnologiya chiqmagan narsalarni biz qilib bo'ldik. Burungi masalan mashinaning motori deymiz. U o'zgacha qetishmalarni ishlatadi, lekin bu shu hatto masalan hozirgi motorlar texnik kichik bo'lishi kerak. Mashina yangi yapılgan 100 yil oldingi mashinalar bilan bugungi mashinalarni qat'iy solishtirolmaymiz. Gerçi o'xshash ish prinsipi bo'lsa-mu, bugungi kunda intan ishlamadi, intan uzoq chidaydi. Uzoq chidashning sababi nima? Biz o'zgacha qetishmalarni ishlatamiz. U o'zgacha qetishmalar biz shu 100 yildan yog'i tadqiq qilib, hozir shu nanotexnologiya darajasida intan kuchli bir qetishmalarni tajriba chiqara olamiz. Raketalarga mesela alaylı materyallar işletiş gerek, aeroplanın motorlarına alaylı materyallar işletiş gerek. Bularning hammasi nanoteknologiyaga tushadi.
Lekin o'xshamagan branchlarda, bu o'xshamagan branch deyman, qismlar. Tushundim. Sizce bu hozir shu texnik sohasida signalninki ojiz bo'lishi masalan, signalninki tatmasligi ciddi bir mesele nurg'un yerlarda. Bununla şu kanallarını qizib, dolqunlarını takip qilish kerak. Bu nanoteknologiyasi şu aloqa sistemasida, şu uçur aloqa sohasida bunun qarta birin kelgusida bir tadbir yoki chora topalamdi. Endi quantum teleportation degan narsa bor. Yani quantum bu lekin bek uzun hozir desak bu bek jiroq. Lekin ashtax bir imkoniyat bor. Ya'ni ob'em deganimda bir elektron, yani bir elektronni qanday yerda bo'lsin, agar o'xshash bir holatda bo'lsa, sezalaydi. Şu an ba'zi olimlar dedi, mesela men shu qo'limdagi bir narsani siqsam, men butun dunyoga ta'sir qilayotgan bo'laman deb. Chunki men buni vaqtda buniki elektronlarni his qilibdi, uning energiya holatlari o'zgardi. Uning energiya holatlari o'zgardi degan gap. Boshqa narsa. Anki yana men Michel bir narsa qo'shib qo'ygim keldi. Puroq, odamning burasizm deydi. Bu o'xshamagan puroqlarni quralaymiz. Virusda hozir virus COVID pasını tutanmaydı kendisi. Mesela o eğer bu şahsizmi adamdaki 3 milyar xil rahni perqira alaydı deydi. Yani bunu mu bu alaydı bir sensör değil mi? Biz diye cahan bulup bundan bir sensörünü icat kılamadık. Yani adam özü de mesela bizim közümüzün değil, yani burnumuzdan sezgilen bu acayip bir dünyada bu. Yani bunun sezgür bu neyimle her bir mesela her bir a'zorimiz bizniki her bir mesela burnumuzda sezdiğen bir molekula desek, aşı molekulninki özünün bir kurulması var. Biz o kurulmasını yaxşı öğrengendan keyin onun ishlash prinsipini bilalaymiz, anaki uni yasayalaymiz aslında. Taqlid qilibchi. Endi bu yerda shu prosesizmidimi, aşı kvant mexanik chiltidi deb tushundirdi. Bo'lmasa imkoni yo'q. Unchalik puroqni qanday farq qila oladi? Aşı kvantum mexanik chiltidi. Endi gapga qaytib kelsak, aşı elektronlar bir-birini his qila oladi degan gap, masalan, fotonmu teleportation qildi-ku deyman, aştaq bir tajribalarning bo'g'ini ko'rganda qildi. Demak, biz kelgusida hozirgi texnika emas, boshqa bir yangi bir texnika ishlatamiz. Butunlay yangi. Aşı texnikada bunda bo'shliq, unda qilqi ma tam to'sib oldi, ma signalim ne, ma daraxt to'sib oldi degan ishlar bo'lmaydi bu yerda. Ma taq to'sib oldi degan ishlar bo'lmaydi. Bu kvant mexanikasi agar yuqori darajada aştaq bir xususiyatlarni texnik kelgusida ishlatilsak, bu bir jiq masalani hal qiladi. Hozirgi kunda biz yana nanotexnika bo'yicha ish qilyapmiz. Masalan, shu masalan 5G deymiz, hozir chiqayotgan 4G'dan 5G'ga chiqdi. Ular hammasi yana shu nanotexnika bo'yicha ilgarilayotdi bu narsa. Lekin buning cheklimaligi yana bor. Bu cheklimalikni birdan qilib bo'lmaymiz biz. Yani bunu çekilmelikni yangi bir texnik bilan atqirish kerak da buning xususiyatini. Buningga bir 100 yil bormikin az degan. Tushundim. Ko'p rahmat. Qurbanjon efendim, siz şu magister doktorlukta okumoqchi bo'lgan sizning kasbingizda yoshlar bor, muajiratda. Bularga so'zlaydigan ko'ngil so'zingiz bormi? Menimcha shu fizikani jiqaroq o'qishga bolalar deyman. Shu fizikada chunki bakchiq tarmoqlar bor. Chunki fizikada ham odamga hammadan ehtiyojli sohalarning birisi. Chunki bu hech qachon bir qo'yinib ketdi degan soha emas bu. Chunki bu ob'em ko'ringlar. Bu hozir masalan dunyo Internet of Things degan yangi bir narsaga tushdi. Ya'ni hamma narsani ulab etish. Masalan sizning turmushingiz uyga shunday kelsangiz uyning eshiklar avtomatik itildigan aqliylik hamma tarafga qarayotdi. Masalan, kelgusi shunday bo'ldi. Uyni shunday kelsangiz o ochqishni uyingizda bilmaysiz. Sizning to'nibla eshik itiladi, eshik ichilgandan keyin bütün hamma narsa tayyor turdi, cho'gillar qaynab turdi yoki oshlar tayyor pishib turdi degandek. Andan keyin bir uyga o'g'ri kirgan signal bir doklad berish mumkin. Bugunmanda o'g'ri kirganda shu zamonda saqchi telefon qilgandim, saqchilar tutib aktiv qoldi. Hech qanday chiqim ziyon bo'lmadi deb sizga munda bir nan deb qo'yish mumkin. Ashta aqliylik. Yani bu bütün uluytilgan dunyo bo'ldi o chaqda. Yani bu
Mesela hazır Amazon'u misal alsak, Amazon bütün narsetip almış, Amazon'da bir yılda bulduğun soğudan öz neçe trilyon de iş gidiyor hazır. Dünyadaki en çoğun bir şirketler olup kaldı. Bunun paydası dehşet köp. Yani bulanıp bütün e-commerce deyimiz var şu tordu soğudu kıldı. Kanda bununla siz şu Amazon'un torbitiga chiqsiz, o materialning resimlerini, videolarını görsiz, setip alırsız, setip algandan keyin siz bütün hamma narsani saqlanib turadi, yangi chiqqan mahsulotlar chiqib turdi. Bu Amazon'un kuniga bunun uchur bütün uchur saqlashga bo'lgan ehtiyoji intayin cho'ng. Bular davomli uchur saqlaydigan zavodlarimiz bazılarını çoğaltıp hem davamlı kültürü vardı. İlki yetişmeydi. Çünkü ilki abim dedi ki ne trilyon soru buluvatkan boğandaki bunun hem uçunu saklaş için sizde bir muğuz katık diski buluş gerek. Yani aslında kompüterden katık diski 250 gigabayt. Lekin o Amazon'a künüge neçe trilyonluk sığım gerek. Çünkü buluvatkan soru açın gerek. O resim, videolar saklanıp duruş gerek. Hatta ben hazır Amazon'a abun boğandı yaptı. Aşı nemi aldım, nemi işlettim, hemmisi saklaqlıq şundan ama hemmini körüp falan cinesini ben pokonjili, mamçıpılık situatmen kede hemmisi işte saklaqlıq. Yani bu saklaqlıq degen gap bu nerede saklanatıdı? O bir yer saklanatıdı şu. Bu Amazon'da aşı bir uçur saklaydıgan bir bazıları saklanatıdı. Yani Amazon'da yani nemi gerek ise akli kompüterler, texim küçük kompüterler gerek. Yani akli mesela hazır davatımız artificial intelligence dep, süni akıl. Yani süni akıl degen nemi? Aşı Amazon aşağı kompüterlerini işletmek gerek ki, ula Amazon meni aşı bölkünde nemi işletyaptı, menin ağillerim nemi kılıvatıdı, kimnin balısı tuguldu, kimnin balısı mektep kirdi, aşağına hemmisini uçur ilgilep bolsa, bana aşı Amazon'dan bilen şerikleşken başka Facebook degenler şirketlerge çıkırıp, bana münasebetlik, men almakçı olan ilanlarını çıkırıp tutuş gerekti. Çünkü bana almakçı bana buluvatı da şunu ola ançikimende, ama dekin bir nersi alımı. Yani bu endi hazır dünya bizni körüp turadi degan şu internet bizni körüp turadi. Hazır bir nayt bir çoğun közler bizi. Bütün internet bizni hazır biz nemiga qiziq emas. Bunda aytganda internet meni apam meni tushungandan betaraf tushunibdi ashta. Shunaqa. Ko'p rahmat. Aziz qarindoshlar, hozir muajiratda o'sha tabibanda o'qigan har qaysi davlatlarda 1000 yaqin doktorlikni bitirgan, magistrlik bitirgan tadqiqotchilarimiz bor. Bular bizim milletimizdeki akli gücü, milletimizni güçlendirdiğin, kelgüsüde özümüzdeki erkinlikini ağandikin eliş yanında milletimizdeki kayıtedin bir güçlünüp özünün erkin devletinde yaşaşta ve devlet kurulgandan keyin başka devletler bilen bo'lgan münasebette özünün güç kudretini gösterganda nayet mühim rol oynaydı. Şundan birge şu vatanda muayte köplegen yaşlar bor, taypanda o'qigan. Biz Xitoy Qabul instituti buluştuğumuz bilen hazır 50'den artıq tadqiqotchilarimiz bir yerga kelib, o'xshagan kasblarda kichik guruhlarni qurib, o'zaro aloqada bo'lyapmiz. Biz bu haftadan boshlab har haftada har qaysi davlatlardagi tadqiqotchilarimizdan birisini ziyorat qilib, uningki kasbiy natijasi va shu kishi bilan tanishib chiqamiz. Bu arkalık yaşlarımızga bir ilham vermekçi. Tabii ben de milletimizdeki güçünü namayan kılmakçı buatımız. Ahırda Doktor Qurbanjon Barat biz tanıgan en yaş netice kazangan tadqiqotchilarimizdan birisi. O hazır dünyadaki dağınık üniversitelerindeki birisi olan Angliyadaki Oxford Üniversitesi'ndeki fizik fakültesinde tadqiqotchi olup işleyatıyordu. Keyingi hafta yani bir nadir tadqiqotchilarimiz bilan ekranda bo'lamiz. Bugün buni qiziq ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Hammalarga tekrar rahmat aytamiz. Allohga emanet bo'linglar. Rahmat Qurbanjon sizga. Sizlarga